qarz bilan yurish yaxshi emas. Bugun qarzdan qutulish imkoniyatini qilish kerak. Bir sim qarzingiz bo'lsa ham uzib qo'ying. Hech bo'lmaganda rozi rizochiligini so'rab qo'ying. Agar Alloh saqlasin, bo'ynimizda qarzimiz bilan bu dunyodan o'tsak, oxiratda oson bo'lmaydi. Alloh taolo aralashmaydi-da, eng qizig'i. Alloh taolo o'zi bilan bandani orasida nima bo'lsa, Alloh taoloning o'ziga havola, Alloh taoloning Rahmon sifatidan umid qilamiz. Alloh taolo kechib yuborishi mumkin. Masalan, qachondir namoz o'qimagansiz, qachondir nimadir bo'lib qolgan, yo boshqa bir gunoh qilib qo'ygansiz. Alloh taologa astoydil duo qilsangiz, Alloh taolo kechirishi mumkin-da, chunki u siz bilan Alloh taoloning o'rtasidagi narsa-da u. Alloh taolo bemalol aralashib hal qila oladi, lekin banda bilan bandani o'rtasiga Alloh taolo hech qachon aralashmaydi. Hech qachon. Siz birovdan qarz olib, qarz bermay bu dunyodan o'tdingizmi, shu odam rozi bo'lmagunicha yoki shu odamga qarzingizni to'lab bermagunicha Alloh taolo umuman siz bilan muomala qilmaydi.